Uchxonaga yaxshi xonadonda erkak bosh bo'ladi, ayol gul bo'ladi. Sizlarga Yunusobod 4-kvartalda hop Novostroydan qurilgan, shu yerda 3 xonamiz chiqqan. Bittasi 5-etaj, bittasi 6-qavat, ichida remont narsalari bilan joylashgan joyi zo'r, o'zingizlar bu yoqlarni bilasizlar. Hozirlarga ichlarini ko'rsataman. Aytganimdek, mana bitta plashatkada mana 3 xona, mana 3 xona, tepa 6-qavatda ham 3 xona bor. Mana bismillah kirib kelamiz, mana kirganda mana qilib. Bu uyimiz 3 xona как studiya, mana bu to'sib bo'lib olishgan. Mana ma'lumotimiz как zal, hol, studiya. 3 xona, общий 78 kvadrat. Xo'p, ichida ko'rayotgan mebel texnikalar qoladi, ayrim narsalar chiqib ketadi. Mana bu yog'imiz mana oshxona. Oshxona ham katta, keyin konditsioner bor. Pollarini bu yoq oshxonaga kafel qilib qo'yishgan, chiroyli holatda turibdi. Endi mana bu yog'imiz bitta spalni, nari yoqda balkoni ham bor, balkonni ko'rsatmadim. Xonalar katta, keng, yorug', havo aylanadigan. Xo'sh, endi bu yog'imizda mana sanuzilimiz. Mana sanuzil ham kattagina keng. Endi mana to'g'rida mana родительский katta spalni, mana kirib ko'rsatuvringlar. Uy zo'r, narxi ham zo'r. Xullas, bitta plashatkada ikkita 3 xona, bitta 6-etaj, yana 3 xona, 3 ta 3 xona. Kim aka-uka, do'st yonma-yon qilaman desa, yaxshi variant. Narxini 90 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Men nomdan aloqaga chiqsanglar, ustupkasi bo'ladi. Tamom.